Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Tushunmadim, bu yerda nimalar bo'lyapti? Ijara haqqini o'z vaqtida to'lamaganligi uchun biz uyini olib qo'yamiz. Bu mening uyim. Hozir men sizga hammasini tushuntirib beraman. Hammasi bir necha kun oldin boshlandi. Mana bu la'nati kelmasdan oldin. Yil la'nati, zumradlarning ko'pligini qarang. Men bularni olib ketaman. Tushunmadim, nima? Endi bu zumradlar menga tegishli deyapman. Ey, shoshma, axir bular meniki. Qani tezda uning zumradlarini qaytar. Gapingni eshitmay qoldim, baqaloq. Men senga uni Ya xudoyim. Sen bilan ishlash juda ham maroqli ekan. Haligi men mayli. Endi tushundingizmi meni? Men pullarni qaytarib olganimdan so'ng ijara haqqini to'layman. Men seni tushundim, lekin baribir uyini olaman. O'sha voqealardan so'ng men mana shu holga tushdim. Mening bor budim mana shu kirabat. Kechirasiz janob, men bechoraga bir necha zumrad sadaqa qilib keta olmaysizmi? Ha, albatta. Bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. Bir daqiqa. Mayli, yaxshi qol. Hozir menga nima berib ketdi? Kechirasiz, menga bir nechta zumrad sadaqa qilib keta olmaysizmi? Menga bir dona bo'lsa ham zarur. Tushunmadim, nima qilyapsan? Ey, mening bor budim mana shu kirabat edi. Jin ursin. Nima bo'la, yer qimirlayaptimi? Yo'q xudoyim. Ey, oshna, nima gap bormisan? Salom, men uchun zirhli kiyim yasab bera olmaysanmi? Haligi to'g'risini aytsam, endi mening ustaxonam yo'q. Menda hattoki ish qurollarim ham yo'q. Senga maslahatim bu yerdan keta qolganing ma'qul. Men senga hech qanday yordam bera olmayman. Jin ursin, men seni xarajatlaringni qoplash uchun mo'maygina pul olib kelgan edim. Mana bu yetarlimi? Yo'q xudoyim, bu yana nima balo bo'ldi? Bu menga zirhli kiyim yasab bera olasanmi? Ey, buncha pulga zirhli kiyim emas, men magazinimni sotib olaman. Axir bu meni hayotimni o'zgartiradi. Men tush ko'rmayapmanmi mabodo? Men albatta senga yasab beraman. Rahmat senga. Qani oshna chiqa qol, men bir seni ko'rmoqchiman. Ko'rinishingga gap yo'q. Men o'zimni qudratli his qilyapman. Meni qo'limdan kelgani mana shu. Lekin sen meni biznesimni qutqarib qolding. Sen qanday qilib o'zingni zumradlaringga yo'qotib qo'yding? Buning tarixi uzun. Mendan bir la'nati tortib olib ketdi. Bo'lmasam sening zumradlaringni qaytaramiz. Axir men qudratliman. Men senga yordam bera olaman. Yo'q, rostdanmi? Sening qudratli kuching bilan albatta ularni qaytaramiz. Albatta, uning bazasi qayerda? Men bilmayman, lekin topishga harakat qilamiz. Sen mana buni ko'ryapsanmi? U soliq yig'uvchi. U o'sha la'nati Groxning qo'liga ishlaydi. Salom oshna, men Grox janoblarining nomidan keldim. Sen Grox janoblari uchun soliq to'lashing kerak. Bilasanmi nima, menda hozir pul yo'q, shuning uchun men soliq to'lay olmayman. Hech qisi yo'q oshna. Menga Grox janoblari soliq to'lamaganlarni nima qilishni buyurgan. Hoy, uzr, men soliqlarni to'layman. Mana ko'rdingmi, men bilardim senda pul borligini. Grox janoblari bundan xursand bo'ladilar. Yaxshi qiling janob. Mayli, menda bir reja bor. Sen shu yerda kutib turgin, men hozir kelaman. 3 dona zumrad to'lashing kerak. Ajoyib, yaxshi qoling janob. Yaxshi, mening rejam ish beradi deb o'ylayman. Menimcha ish berganga o'xshaydi. Salom janob, menga yordam bera olaysizmi? Kimdir yo'lning o'rtasida qayin qo'yib ketibdi, men tiqilib qoldim. Men seni shunchaki qo'yib yubora olmayman. Sen men bilan borishing kerak. Senga beradigan bir nechta savollarimiz bor. Nimalar deyapsiz janob? Men tushunmayapman. Men mana bu barzangi haqida gapirdim. Biz birga ishlaymiz. La'nating. Agar men bu yerdan chiqib olsam, men seni o'ldiraman. Men unday deb o'ylamayman, chunki sening quroling mening qo'limda turibdi. Xo'sh, Groxning qo'rg'oni qayerda joylashgan? Agar men senga buni aytsam, Grox meni o'ldiradi. Menimcha sen meni tushunmagan ko'rinasan. Agar menga aytmasang, Groxdan oldin men seni o'ldiraman. Sen meni o'ldirishing mumkin, lekin men Groxdan ko'proq qo'rqaman. Men senga oxirgi imkon beryapman. Agar hozirroq menga aytmasang, juda ham yomon ish bo'ladi. Men senga aytayapman, men bilmayman qayerda joylashganligini. Bo'ldi, mashinani ishga solmasak bo'lmaydi. Ha, men seni tushundim. Tushunmayapman, yana qanday mashina haqida gapiryapsizlar? Agar hozirroq menga aytmasang. Tushunmayapman, u nimalar qilyapti? Men sizga aytdim-ku, men hech narsani bilmayman deb. Bo'ldi, meni sabr kosamni to'ldirding. Bo'ldi, to'xtating. Men sizni guruhingizga qo'shilib, Groxning qo'rg'oni tomonga olib boraman. Mana bo'larkan-ku. Mana biz yetib keldik. Grox janoblarining qasriga xush kelibsiz. La'nati. Siz ko'proq ishlab, Grox janoblariga ko'proq soliq to'lashingiz kerak. Qana bo'la qol, bir joyga o'tirma, ko'proq ishla. Bu aniq o'sha qo'rg'onmi? Qana bo'la qol, Grox bilan yuzma-yuz gaplashamiz. Shoshma, men qasrga bu holda kira olmayman, meni tanib qolishadi. Xavotir olma, menga sen uchun ajoyib narsa bor. Uni kiyganingdan keyin seni tuqqan onang ham taynay olmaydi. Yo'q. Qana bo'la qol, chiqa qol, ortiqcha bizning vaqtimiz yo'q. Bu kiyim o'lgan askarning kiyimimi, nima balo? Nimalar deyapsan? Axir bu ajoyib kiyim. Seni bu kiyimda it ham tanimaydi. Sizlar meni shu yerda kutib turinglar. Men borib u yerni tekshirib kelaman. Agar men borganimdan keyin menda muammo bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga qarab ishora beraman. Bo'ldi, tushunarli. Sizlarni hech kim ko'rmasligi kerak. Berkinib o'tiringlar. Men tezda qaytaman.
Hoy, nima gap? Meni Grox janoblari bilan uchrashuvim bor edi. Agar yo'ldan qochsangiz, men kirib ketsam. Qani bela qolinglar, bolalar, bela qolinglar. Sen bu yerda nimanga yitirding gadoyvachcha? Meni shunchaki Grox janoblari bilan uchrashuvim bor edi. Grox janoblari menga bugun uchrashuv bor deb aytmagan edilar. Bu Grox janoblari bilan kutilmagan uchrashuv. Bu uchrashuv haqida men Grox janoblaridan so'rab kelishim kerak. Agar u gadoyvachcha qasrga kiradigan bo'lsa, uni o'ldiring. Obbo, bu yaxshilik bilan tugamaydi. Men do'stlarimga ishora beraman. U nima qilyapti? Menimcha u bu qiliqlari bilan qo'riqchilarni chalg'ityapti. Menimcha u bizdan yordam so'rayapti. Sen haqsan, menimcha unga yordam kerak. Qani bilmasam olg'a. Grox janoblari bir gadoyvachcha siz bilan uchrashuvim bor deb holi jonimga qo'ymayapti. Nima? Qani tezda uni menga ko'rsating. Men bu la'natini taniyman. Men uning do'konini o'marib, bor buyumlarini olib ketgan edim. Bo'ldi, ko'rib bo'ldim, o'chirishing mumkin. Uni bu yerga kirgizmang. U o'zini zumradlarini qaytarib olish uchun kelgan. Golemlarga ayt, uni darhol o'ldirishsin. Xo'p bilan janob. Qani bo'la qol, men yoqtiradigan ko'rsatuvni davomini qo'y. Ha, mana bu boshqa gap, Joningdan. Grox janoblari bu gadoyvachchani ko'rishni xohlamaykan. Qani qo'riqchilar uni o'ldiring. Shoshmang, sizlar meni noto'g'ri tushundingiz. Men shunchaki gaplashib olmoqchiman. Menimcha biz o'z vaqtida yetib keldik. Qani olg'a do'stlar. Qani baqaloqni qo'lga oling. Yel la'nati, sen juda ham kuchli ekansan. Bir daqiqa, u qochib ketyapti. Voy, qani qo'llaringni ko'tar. Iltimos, meni o'ldirmang. Qo'rqma, men senga tegmayman. Shunchaki Groxning xonasiga boradigan yo'lni ko'rsat. To'g'riga kel o'ngga. Qo'y, rahmat. Xullas, quloq solinglar do'stlar. Sen ichkariga kira olmaysan, shuning uchun boshqa yo'l top. Bo'ldi, men seni tushundim. Xo'sh, biz sen bilan Groxning xonasiga bostirib boramiz. Seni bilmadim, lekin menga bergan kiyiming menga yoqmayapti. Zato sendagi kiyim hech kimga yo'q. Grox, sen meni taniyapsanmi? Men o'zimda zumradlarimni olishga keldim. Albatta men seni tanidim, chunki men seni zumradlaringni o'g'irlab ketgan edim. Tushunmadim, sen la'nati meni qo'limda ishlar eding-ku. Birinchilardan bo'lib men seni o'ldiraman. Men senga aytgan edim, bu kiyim menga yordam bermaydi. Xavotir olma, hammasi joyida. Grox, agar hozirroq menga zumradlarimni qaytarmasang, senda katta muammo bo'ladi. Bilaman, sen meni hozir mag'lub qilaman deb o'ylayapsan, lekin meni oldinda rejalarim bor. Tushunmadim, qanday rejalarni gapiryapsan? Men tayyorman. U nima haqida gapiryapti? La'nati, axir bundirim. Xavotir olma, hammasi mening nazoratim ostida. Hujumga! Hech nimaga tushunmadim. U qayerga g'oyib bo'ldi? Men bilgandim, kutgandim shunday bo'lishini. Menga ham oldindan yoqmagan edi. La'nati, Grox qochib ketyapti. Bo'ldi, Groxni men o'zim izlayman. Sen kuzatib turgan qo'riqchilardan biri bu yerga kirmasin. La'nati, qo'riqchilar kelyapti. Qani yo'ldan qoch ochlar, biz Grox janoblari bilan gaplashib olishimiz kerak. Sizlarning ishingizga aralashmoqchi emasman, lekin menda sizlar uchun yaxshi taklif bor. Biz sen bilan savdo sotiq qilishga vaqtimiz yo'q. Men senga mana bu gulni 20 ta zumradga sotmoqchiman. Injin ursin, 20 ta zumrad deysanmi? Sening guling mening oyligim uchun qimmatli qiladi. Sizlarga arzonroqqa beraman. Mayli, men bu gulingni 30 ta zumradga sotib olaman. Yo'q, sotildi. Hammasi tugadi, Grox. Senda qochishga yo'l yo'q. Sen mendan olgan zumradlarni to'la va sen bilan mening o'rtamiz ochiq bo'ladi. Ha, sen haqsan. Taslim bo'lish vaqti keldi shekilli. Nima, sen meni osonlikcha yengaman deb o'yladingmi? Men senga hech qanday zumradlarni bermayman. Shoshma, hammamiz tinchlanib olamiz. Quloq sol, buni yaxshi tinchlik yo'l bilan hal qilamiz. Va nihoyat men sizlarni topdim. Mana endi hammasi yaxshi bo'ladi. Ozroq menga zumradlarimni qaytarmasang. Bo'ldi, men seni tushundim. Hech kim qaltis harakat qilmasin. Nima edi bu? Hech narsaga tushunmay qoldim. La'nati, uni nima bilan boqqansan? Uni menga sot. Nima? Men uni hech kimga sotmayman. Quloq sol, senda boshqa yo'l qolmadi. Meni zumradlarimni qaytar. Agar qaytarmasang, u seni burdalab tashlaydi. Mayli, ola qol. Lekin bu qilgan ishing uchun hali javob berasan. Hali sen bilan yana ko'rishamiz. Xayr, yaxshi qol. Bo'ldi, men seni tushundim, lekin hech kim qaltis harakat qilmasligi kerak. Nima edi bu? Hech narsaga tushunmay qoldim. La'nati, uni nima berib boqqansan? Mayli, zumradlaringni olishing mumkin, lekin hali bir kun kelib afsuslanasan. Xayr, yaxshi qol. Xullas, mana shunaqa gaplar. U mening zumradlarimni qaytarib berdi. Bu hammasi emas, lekin zumradlarimni oldim. Bu yaxshilik bilan tugamaydi. Nimaga ekan? Balki bu nimadir o'ylab qo'ygandir. Men unday deb o'ylamayman, chunki u o'ziga yetarlicha dars oldi. Xullas, hamma meni quloq solsin. Urush boshlanish arafasida turibdi. Hamma qo'rg'on atrofida to'plansin. Hoy, ahmoqlar, qayerga ketyapsizlar? Eshitmadingizmi? Grox janoblari qo'rg'on atrofida to'planishni buyurdi. Qani tezroq. Bu yerga hamma yig'ilganidan xursandman. Xabaringiz bor, meni qasrimga bir nechta talonchilar kirib, meni o'marib ketishdi.
Biz bu o'g'rivachchalarni ozodlikka yurishga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Shuning uchun menda reja bor. Hamma ekranga qarasin. Biz mana shu talonchiga qarshi o'g'ri boshlaymiz. Ey la'nati, boshqa kanalga ol. Mana o'sha meni o'margan talonchi. Uning ikkita sherigi bor edi. Mana bu sotqin itvachcha va mana bu bahaybat zombi. Lekin bizning ashaddiy dushmanimiz mana bu. Xullas hamma meni quloq solsin. Biz uning qishlog'iga bostirib borib, uni topib o'ldiramiz. Xullas hammangiz o'zingizga kerak bo'ladigan qurol-yarog'larni oling. Kechirasiz janob. Xo'sh, kim gapirmoqchi? Bu menman janob. Janob, u sizdan shunchaki 64 ta zumrad o'g'irlab ketgan. Axir biz bir kunda u o'g'irlab ketgandan 10 barobar ishlab topamiz. Xullas biz unga qarshi urush ko'tarishimiz ahmoq gapchilik deb. Xo'sh, yana kimdadir mening rejalarim bo'yicha savollaringiz bormi? Yo'qmi? Unday bo'lsa hamma qurol-yarog'larni olsin-da jangga tayyorlansin. Xo'sh, mana uning qishlog'i. Grox janoblari, biz sizning kelishingizni kutmagan edik. Men o'zi shunday kutilmaganda kelaman. Men shu qishloqda yashab yurgan bir zot pasni qidiryapman. U meni o'marib ketgan. Sen meni tushunyapsanmi? Ha janob, tushundim. Ajoyib. Bo'lmasa borib uni meni oldimga olib kel. Bu yerda bekor kutib o'tirmaslik uchun kim birinchilardan bo'lib meni oyog'imni uqalab qo'yadi. Xullas mana shunaqa gaplar. Salom, sizga qanday yordam berishim mumkin? Sizlarni Grox izlayapti. Tushuntirib gapir. Bu yerdan qoch, men sizlarni bu yerda yo'q deb aytaman. Rahmat oshna, bu yaxshiligingni unutmayman. Kim meni chap oyog'imni uqalashga ulgurmagan edi? Sen la'nati o'z podshohingni oyog'ini uqalashdan hazar qildingmi? Uyiga borib olaylik, men seni shaxsan o'zim o'ldiraman. Grox janoblari, ular u yerda yo'q ekan. Nima? O'zim tekshirib ko'raychi. Ha, to'g'ri aytgan ekansan, ular bu yerda yo'q ekan. Lekin bu yerda nimadir menga shubhali tuyulyapti. Sen aldamabsan, ular haqiqatan ham bu yerda yo'q ekan. Menimcha sen ularga men kelganimni aytib qo'ygansan. Yo'q, Grox janoblari, nimalar deyapsiz? Xullas meni diqqat bilan quloq solinglar askarlarim. Hamma dinamitlarni qo'lga olsin. Xullas reja bunday. Birinchi navbat mana buni uyini portlatib yuboramiz, chunki meni o'marib ketgan edi la'nati. Keyin esa butun qishloqni yo'q qilamiz, chunki u meni ko'zlarimga qarab aldadi. Nima, unday emas. Mana buni ko'rinishi ajoyib ekan. Shunday davom etaver. Meni oyog'imni uqalamaganliging uchun dinamitlarni sen yoqasan. Qo'rqma, hammasi meni nazoratim ostida. Shunchaki dinamitlarni yoqgin-da orqangga qaramasdan qoch. Afsus, ulgurmadi. Xullas ishimiz yakunlandi. Mana endi qasrga qaytamiz. Hammasi joyida. Menimcha allaqachon ketib bo'lgan. Men ham shunday deb o'ylayman. Yel la'nat yey. Men juda ham qattiq afsusdaman. Bu qilgani uchun hali javob beradi. Quloq sol, uning butun armiyasi bor. Menda bir reja bor. Uxlatadigan damlama tayyorlab shu yerga olib kelib bilasanmi? Albatta. Xo'sh, damlama olib keldingmi? Ha, olib keldim. Tushunmadim, nima baloni kiyib olding? Bu kiyim bilan meni hech kim tanimaydi. Xullas, damlamani olib keldingmi? Ha, olib keldim. Bitta uxlatadigan damlama. Yaxshi, rejani yo'l-yo'lakay senga aytib beraman. Tushunmadim, bu yerda nima qilamiz? Axir ular bizga qarab o'tirishibdi. Qo'ysangchi, ular bizga qarashgani yo'q. Xavotir olma, reja bo'yicha ish tutamiz. Quloq sol, biz seni boshlig'ing bilan gaplashib olmoqchimiz. Nimalar deyapsan? Xo'jayin menga hech qanday mehmon keladi deb aytmagan edilar. Sizlar yaxshi va sadoqat bilan xizmat qilganlaringiz uchun xo'jayiningiz sizlar uchun syurpriz qilib tort buyurtirdi. Yigitlar, eshitdingizmi? Bugun tort yeymiz. Katta rahmat. Tushunmadim, sizlar bu yerga qanday kirdingiz? Qani damlamani tashla. Xo'p bo'ladi. Tushunmadim, menga yuqoriga sakraydigan damlama nima kerak? Nima? Bu uxlatadigan damlama emas edimi? Jin ursin, men adashibman. Plan B, lapatkani ishga solamiz. Yana qanday lapatka? Bo'ldi, u uxladi. Endi sandiqni och. Yaxshi. Qani menga ko'tarishga yordam ber. Jin ursin, u juda ham semiz ekan. Bo'ldi, sandiqni yop. Mana endi olg'a. Bir daqiqa shoshmay turing. Labay, nimadir bo'ldimi? Bu olib kelganingiz o'zi qanday tort? Haligi shokoladlik tort. Ajoyib, menga shokoladlisi yoqadi. Tort stolning ustida turibdi. Maza qilib yenglar, yoqimli ishtaha. Yellanata, sal qolishiga sal qoldi. O'zi nimaga o'g'irlab kelding uni? Endi bu pochtani kerakli manzilga yuboramiz. Bu yana nima balo bo'ldi? Bu haqida Grox janoblariga yetkazish kerak. Yel la'nati, bu yana nimasi bo'ldi? Bu la'natini zudlik bilan zindonga tashlang.
Menimcha bizning rejamiz ish berdi. Qani yura qol. Baribir men hech narsaga tushunmadim. Biz boshliqni o'g'irlab uni Groxga getirib berdikmi? Biz talonchilarga borib, ularning boshlig'ini kim o'g'irlab ketganini aytamiz. Kechirasizlar, 1 daqiqa. Alo, meni eshityapsizlarmi o'zi? Sizlarga gapim bor. Sening gapingni hech kim eshitmaydi, chunki bizning boshlig'imiz yo'qoldi. Men sizning boshlig'ingizni kim o'g'irlaganini bilaman. Yo'q, bilasanmi? Qani tezda bizga ayt. Boshlig'ingizni Grox o'g'irladi. Uni to'xtatish uchun menga sizning yordamingiz kerak. Xo'sh, yordam berasizmi? Kelishdik. Xo'sh, yaxshi. Menimcha sizlar ajoyib quruvchiga o'xshaysizlar. Uni mag'lub qilish uchun sizlarning qo'lingizdan nima keladi shuni bilishim kerak. Bahaybat obuna bo'ling degan belgini quring. Yaxshi, yomon emas, ajoyib qurdingiz. Bu belgini ko'rgandan so'ng meni obunachilarim menga obuna bo'lishadi. Hoy, biz Groxni o'ldirishga boryapmiz, unga obuna bo'lishga emas. Xo'sh, qani yana bir marta sizlarni sinab ko'raman. Groxning qasriga o'xshagan menga qasr quring. Ajoyib, gap bo'lishi mumkin emas. Jin ursin, buni o'zlaringiz qurdingizmi? Xo'sh, ichkari bilan kim meni tanishtirib chiqadi? Bizda massaj qiladigan basseynlar ham bormi? Qoyil. Nima balo, haqiqiy mashina yasay olmadingizmi? Bu mashinani ko'rgan yig'lab yuboradi. Bu uyning shaxsiy kinoteatri ham bormi? Nihoyatda ajoyib. Mana endi biz o'z qurol-yarog'larimizni yasashimiz uchun bizda imkoniyatlar bor va albatta biz Groxni mag'lub qilamiz. Hayron qoldingmi, Grox? Men sendan qasos olishga keldim. Meni qasrimga bostirib kirib, olov bilan o'ynashganingga qoyilman, gadoyvachcha. Bu bosqinchilar bilan meni hech qachon to'xtatib qola olmaysan. Sen shunday deb o'ylashing mumkin. Qani jangchilar, tayyorlaning. Jin ursin, bu yana nima balo bo'ldi? Menimcha sizlar buni birinchi marta ko'rmayapsiz. Bir kun kelib mana shu narsa sizlarning qasringizni buzishini o'ylamagansizlar. Agar men hoziroq ularga buyruq bersam, sening qasring yer bilan bitta bo'ladi. Nimalar deyapsan? Bilasan meni qasrimning ichida qancha boyliklar bor? Unday bo'lsa, qurollaringizni tushiring. Jin ursin, hamma qurollarini pastga tushirsin. Jin ursin, men qayerdaman? Mana bu gadoyvachcha meni o'g'irlab ketgan edi. Yo'q, u menimcha Grox haqida gapiryapti. Men sen haqingda gapiryapman, gadoyvachcha. Tushunmadim, o'zi bu yerda nimalar bo'lyapti? Qani hamma orqaga qaytsin. Jin ursin. Haligi Grox oshna. Qo'ysangchi, men sen bilan shunchaki hazillashgandim. Bemalol o'zingni uyingda his qilaver, chunki bu yerdan hech qachon chiqmaysan.